Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarning kuchli qo'llovchisi Sanoyi Takaichi xonimning Yaponiya tarixidagi tunji ayol bosh vazir bo'lib saylanganligini tabriklab, maxsus tabriknoma e'lon qildi. Uyg'urlarning kuchli qo'llovchisi Xitoyga qarshi Takaichi xonim Yaponiya tarixidagi tunji ayol bosh vazir bo'lib saylangan. Takaichi xonim Xitoyga qarshi pozitsiya tutib qolmay, yana Uyg'urlarning kuchli qo'llovchisi bo'lib, u Yaponiya Uyg'ur jamiyati va Dunyo Uyg'ur qurultiyi uyushtirgan faoliyatlarga ko'p qatim qatnashgan. Hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillari bilan ko'p qatim ko'rishib, Yaponiya Uyg'ur jamiyati va Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining faoliyatlariga ishtirok qilib kelgan edi. Sanoyi Takaichi xonim Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining muavin raisi bo'lib, bu yil 5-oyda Yaponiya Uyg'ur jamiyati Yaponiya davlat majlisida o'tkazilgan Uyg'ur majburiy emgaki masalasi yig'iniga qatnashib, bu bir ig'ir kishilik huquq dafsanchiligi masalasi. Men shaxsan Yaponiyaning Amerikaga o'xshash bir qonunni tuzib chiqqanini yaxshi deb qarayman degan edi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarning kuchli qo'llovchisi Sanoyi Takaichi xonimning Yaponiya tarixidagi tunji ayol bosh vazir bo'lib saylanganligini tabriklab, maxsus tabriknoma e'lon qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tabriknomasida mundaq deyilgan: Bosh vazir Takaichi xonim uzundan buyon kishilik huquq va demokratik qimmat qarshida kuchli turishdek va'dasini namoyon qildi. U Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining muavin rais bo'lish sifati bilan Uyg'ur masalasiga bo'lgan cho'nqur hissdoshligini ko'rsatib keldi va Uyg'ur xalqining huquqiy va erkinligini qo'llaydigan yig'inlarga o'z bevosita qatnashib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysa qatorliq Uyg'ur tashkilotlarining vakillari bilan ko'rishib, ularning talab fikrlarini astoydillik bilan angladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Yaponiyaning Uyg'ur ishlarini izchil qo'llaganligi va Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qartilgan irqiy qirg'inchilik siyosatidan javobgarligini surishtirish uchun ko'rsatgan tirishchanligini cho'nqur taqdirlaydi. Shundaqli yana uzundan buyon Uyg'ur davosini qo'llovchi va Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Keiji Furuya apandining Erkin Demokratlar partiyasining rahbarligidagi saylam strategik komiteti raisligiga tayinlanganligini qarshi oladi. Furuya apandining Uyg'urlarning kishilik huquqiga bo'lgan tavranmas irodasi 2022-yili Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Tokioda chaqirilgan xalqaro Uyg'ur munbirining riyosatchisi va sohibxon sifatida kutib olganda ko'rinarli bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin bosh vazir Takaichining rahbarligida Yaponiyaning kishilik huquq va erkinlikni ilgari surishdagi axloqiy rahbarlikni davomli saqlab, uzoqdan buyon Uyg'ur xalqini qo'llab kelgan odatini texnik kuchaytirishini va Yaponiya hukumati, Yaponiya xalqi va muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlari o'rtasidagi adolat va kishilik huquqni o'rtaq qo'g'lashda davomli do'stlik va hamkorlik o'rnatishni umid qiladi degan. Sanoyi Takaichi xonim 1993-yili tunji qatim parlamentga saylangan bo'lib, jami 10 qatim parlament a'zosi bo'lgan. 1996-yili Liberal Demokratik partiyaga kirgan. Uyg'urlarning do'sti bosh vazir Abe Shinzo va Kishida hukumatlarida ichki ishlar va aloqa ministri, iqtisodiy bexatarlik davlat ministri qatorliq bir qancha muhim vazifalarni o'tagan. U 2021 va 2024-yillardagi saylamda mag'lub bo'lgandan keyin 2025-yili Liberal Demokratlar partiyasining tunji ayol raisi bo'lib saylangan va bu qatimqi saylamda utib chiqib, Yaponiya tarixidagi tunji ayol bosh vazir bo'lgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchilaridan biri bo'lgan NASA tadqiqotchisi Erkin Sidiq Angliya poytaxti Londonda muhojiratda Uyg'ur tili, madaniyati va kimligini saqlab qolish haqida maxsus leksiya o'rinlashtirgan. Erkin Sidiq apandi Angliya poytaxti Londonda 19-oktyabr kuni muhojiratda Uyg'ur tili, madaniyati va kimligini saqlab qolish haqida maxsus leksiya o'rinlashtirgan. Bu leksiyada Erkin Sidiq apandi o'zining muhojiratdagi hayoti, chet elda Sharq Turkiston davosiga qatnashishdan burungi faoliyatlari va Uyg'ur davosiga oshkora qatnashishga boshlagandan keyin uning vatandagi do'stlari, tuqqanlari va bir qism burun uning bilan birga tadqiqot olib borgan kishilarning tutqun qilinganligi haqidagi o'zining hayotini bayon qilish orqali Uyg'ur jamiyatining har bir a'zosining amaliyotda o'xshash qismatlarni boshdan kechirganligini bayon qilib o'tgan.
Mazkur leksiyada Erkin Sidiq apandi muhajiratda Uyg'ur tili, madaniyati va kimligini saqlab qolishning ahamiyatini bayon qilib, Uyg'ur milliy kimligini muhajiratda kuchlantirish Xitoyning irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan xalqimizga va Xitoy hukumatiga beriladigan eng yaxshi javob ekanligini, muhajiratdagi har bir Uyg'ur uchun o'zining milliy kimligini saqlash, ona tilini unutmaslik va chet ellardagi keyingi avlodlarni o'zining kimligi, tili, dini va tarixini bildigan qilib tarbiyalashning har bir Uyg'urning bosh tortishga bo'lmaydigan tarixiy vazifasi ekanligini ta'kidlagan. Mazkur faoliyatga London va uning atrofidagi bir qism Uyg'urlardan boshqa yana Dünya Uyg'ur qurultayining Londondagi vakillari qatnashgan. Yevropaning eng chong aqllar ombiri Xitoy tadqiqot instituti Xitoyning g'arb bilan bo'lgan jo'grafiyalik siyosiy raqobatining tezlikda Shimoliy qutb rayoni, olam bo'shliqi, tor bo'shliqi va dengiz qatorliq yangi sohalarga kengayib, Rossiya Xitoyning bu sohadagi orzusining muhim hamrohi sifatida qo'llayotganligidan ogohlantirgan. Dokladda Xitoy tashqi siyosatda o'rtaq foyda olishni bozorga solgan bo'lsa-mu, ammo davlat ichidagi faoliyatlarida dunyoviy o'rtoqlikqa ko'p taraflamalik muomala qilib kelmoqda. Xitoy bu sohada dunyoga hukmronlik qilishga va o'zining manfaatini qo'g'dash uchun zarur bo'lgan harbiy iqtidorni kuchab taraqqiy qildirmoqda. Xitoyning bu qora niyati va yurgizayotgan faoliyati Yevropaning manfaati, bexatarligi, qimmat qarashi va kelgusi iqtisodiy taraqqiyotiga og'ir xiris elib keladi degan o'ttir qo'yib, Yevropani Xitoyning Shimol qutb va dengizlardagi faoliyatlarga jiddiy diqqat qilishga ogohlantirgan. Mazkur dokladda Xitoyning strategik yangi chegara ufqi ostida o'zining qora niyatini ishga oshirish uchun Rossiya bilan tixim yaqinlashishi va Yevropa davlatlarining Rossiyaga qarta yurgizgan embargo va jazolarining Rossiyani Xitoyning quchqiga otganligi alohida ta'kidlanib, Xitoyning kelgusida yolg'iz o'z atrofida emas, balki Shimoliy qutbdan aylanib o'tib, Kanada va Amerikaga tahdid paydo qilish mumkinchiligi va o'xshash vaqtda Xitoyni bu darajada yo'g'ontib qo'ygan Yevropa va G'arb davlatlari ekanligini, hamda buning dunyoning beshiga baloyofat sifatida o'tirg'i chiqayotganligini ta'kidlab, Yevropani Xitoyga mos qadamda tadbir ilishga keshik qilayotganligidan alohida ogohlantirgan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.